Biz bugün hayotdagi, koinotdagi eng muhim ish haqida to'xtalamiz. Bir musulmonga nisbatan hayotidagi, koinotdagi eng muhim ish namoz o'qish. Mayli siz qanchalik cho'ng ishlarni tarvitib keting, yetim yesirlarning beshini salang, faqir kambag'allarga qanchalik saxovat qilib keting, qalbingiz qanchalik pokiz bo'lsin, agar siz namoz o'qimasangiz, yuqori qilgan ishlaringizning hammasi oxiratda Allohning huzuriga borganda nolga hisob, nolga. Bunda deganlik yuqori ishlarning hech qaysining ahamiyati yo'q, qimmati yo'q deganlik emas. Albatta bu ishlar intayin qimmatli. Ammo vujudimizning beshimiz kesilsa, putqo'limiz qancha sog'lom bo'lsin-mu, ko'zimiz qancha o'tkir bo'lsin-mu, quloqimiz qancha sezgir bo'lsin-mu, bularning hammasi nimaga foydasi bor? Odam ko'zi yo'q yashay olishi mumkin, quloqi anglamay yashay olishi mumkin, qo'li yo'q yashay olishi mumkin, puti yo'q yashay olishi mumkin. Ammo besh yo'q hargiz yashay olmaydi. Dal shuningga o'xshash bir musulmonga nisbatan, bir iymonga nisbatan namoz boshqa o'xshaydi. Boshqa ishlarning hammasi odam badanidagi organga, a'zolarga o'xshaydi. Odam başsız örtür almağanğa oxşaş bir adamның imanımı namazsız örtür almaydı. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam kıyamet günü adam tunca qıtım hesap edilen narsa qançılık okudun, qançılık diplom aldın, qançılık pul tapdın emas namaz okudunmu degan bu sual bo'ladi. Agar bu sualdan ötelse başqa sualları onunğa asan bo'ladi. Yani baş qılğan əməlləri itibar qilinadi, qabul qilinadi. Agar bu sualdan ötənməsə, yani namaz oxumagan bolsa, başqa əməllərimi itibarga elinmaydı, ziyan tatıdı. Şunun üçün namaz oxumaslıqqa heç qandaq narsa tosalğı özür bulanmaydı. Agar ürü turanmasanız olturup okun. Olturanmasanız yetip okun. Ama namazını asla ve asla taşlamayın. Çünkü namaz Müslümanın yani Allah işinemen deki adamın kimliki. Namaz okumak adamın kimliki olmaydı. Peygamberimizden devirde kişiler Müslüman bilen kafirini onun namaz okugan ya ki okumagalık qarab ayır etti. Müşrikler Müslümanlarını tepiş için ulanı yıraktan küzdetti. Bir adamın namaz okuduğunu görse ha bu Müslüman kendi dep onu tutup azaplaydı, qiynattı. Demek Peygamberimizden devirde namaz Müslümanın kimliki bolgan. Şunun için Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam kafir bilen Müslümanın o'rtasidagi farq namaz. Şeytan sizin namaz o'qishdan har xil bahonalar bilan to'sishi mumkin. Qara namoz o'qiganlarning holiga. Sen namoz o'qimasangmi, uningdan yaxshi, qalbing pokiz deyishi mumkin. Hey qarindishim, aroq ishlab chiqilsa, üzümning gunohi nima? But yasalsa, qosh teshning gunohi nima? Qo'ymichi, oldamchi haj qilsa, hajning gunohi nima? Hayosiz ayol hijab kiysa, hijobning gunohi nima? Bir odam musulmondek yashamasa, islomning gunohi nima? Alloh taolo Qur'on Karimda: "Va aqimis solata li zikri" namozni men bilan aloqalish uchun, men bilan uchrashish uchun, meni eslashing uchun, meni zikr qilishing uchun o'qig'in deydi. Boshqalar uchun emas, faqat va faqat Allohni zikr qilish, Allohni eslash, Alloh bilan aloqalish uchun o'qiymiz namozni. Shuning uchun shaytonning bu hiyla mikriga hargiz aldanmang. Ba'zi qarindoshlar o'zimni o'ngshi olib, yomon ishlardan qo'l uzib, namozni bu yuzgagidek bo'lib, undan keyin namoz boshlayman deyishi mumkin. Ba'zi hamshirlarimizmi, men keyin hijoblanib, yaxshi odam bo'lib, undan keyin namoz boshlayman deydi. Bu shaytonning hiylasi. Tamok cheksangizmi namoz boshlang. Aroq ichsangizmi namoz boshlang. Texi hijob kiymagan bo'lsangiz namoz boshlang. Alloh taolo sizning namozingiz orqali gunohingizni yuyadi. Payg'ambarimiz Muhammed aleyhisselam sahabalarga uyinglarning qishida bir o'stan bo'lsa, sizlar har kuni u o'stanga 5 qatim tushsanglar, badaningizda kir maynat qilamdi degan vaqtida sahabalarga qanmaydi ya Rasululloh degan. Payg'ambarimiz Muhammed aleyhisselam sizlarning o'qigan 5 vaqt namozinglar dal shuning o'xshaydi. Alloh taolo namozinglar orqali sizlarning gunohinglarni yuyadi, xatoliklarni kechirim qiladi degan. Shuning uchun siz namoz o'qing. Mayli qandoq ahvol ostida bo'lsangiz namoz o'qing. Namozni o'qiversangiz, namoz sizni yomon ishlardan to'sadi. Alloh taolo Qur'on Karimda innas solata tanha anil fahsha'i val munkar. Namoz haqiqatan yomon ishlar va qabiy ishlardan sizni to'sadi deydi. Shuning uchun siz oldi bilan namoz boshlang. Yomon ishlardan undan keyin qo'l uzalaysiz. Namoz bir musulmonga nisbatan eng cho'ng ruhiy uzun. Chunki kunda 5 qatim eng cho'ng, eng buyuk zot bilan ko'rishgan odam o'ziga ishonmay qolarmi? Ruhiyda tushkunlik bo'larmi? Bir narsadan ansiram, hargiz undaq bo'lmaydi. Chunki u butun ishlarni o'rinlashtiradigan, butun ishlarni boshqaradigan, butun kishilarning qalbini boshqaradigan buyuk Alloh bilan kunda 5 qatim ko'rishadi. Uning qalbi butunlay ishonch, xotirjamga to'shqan bo'ladi. Qiyomat kuni eng cho'ng jinoyatchilar, eng cho'ng zolimlar tushadigan saqar deydigan bir dozoq bor. Bu dozoqqa yana kimlar tushadi bilamsizlar? Namoz o'qimaganlar tushadi. Saqarda azoblanayotgan kishilarga jannatlik kishilar, "Sizlar nima uchun bu yerga tushib qoldinglar?" deb so'raydi. Ular deydi-ki, "Qalu lam nakum minal musallin." Biz namoz o'qimabdikan to, qalbimiz pokiz, ko'nglimiz yaxshi, boshqa cho'ng ishlarni qilyapmiz deb namozga sal qarabdikanmiz, namoz o'qimabdikanmiz deydi. Namoz o'qimaganlar tushadigan g'ayya deydigan o'tdan shakllangan bir daryo dozoqi bor. U dozoqqa namoz o'qimaganlar, shahvatga ergashganlar tushadi. Alloh taolo Qur'on Karimda fa xalafa min ba'dihim xalfun adaa'us salat wattaba'ush shahavat. Ulardan keyin kelgan izbasarlar, ya'ni avlodlar namozni tashladi. Namozni tashlaganlik sababli ular shahvatlarga ergashdi. Ular g'ayya dozoqiga tushadi deydi. Demak, shundaq qabih, shundaq dahshatli dozoqqa namozni tashlagan. Namozni tashlagandan keyin shahvatiga ergashgan bundaq kishilar tushadi deydi. Inson namozni tashlagandan keyin uni tunji qatim ozdirgan narsa bo'lsa, uning shahvati. Namozni tashlash odamni shahvatga undaydi, buzuqchilikqa undaydi.
Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam İsra hadisida osmonga chiqqan vaqtida bir to'p kishilarni uchirtdi. U kishilar bo'lsa toshlar bilan kallasiga urilib mijilgan. Undan keyin ularning kallasi yana asliga qaytgan. Undan keyin yana toshlar bilan urilib kallasi mijilgan. Undan keyin yana asliga qaytgan. Mushundaq azoblanayotgan bir turli kishilarni ko'rdi. Va hayron qilib Jibril alayhissalomdan: "Ey Jibril, bular nima ish qilgan kishilar? Qanday xato o'tkazgan kishilar?" deb so'raydi. Jibril alayhissalom: "Bular namozga sal qargan kishilar" deydi. Bu namozga sal qargan kishilar butunlay namoz o'qimagan emas, bir vaqt o'qib, bir vaqt o'qimagan yoki namozni davomli vaqtidan qazo qilib o'qigan, namozga hurunlik qilgan, namozga sal qargan kishilarni ko'rsatdi. Namozga sal qargan kishilar bundoq azoblansa, butunlay namoz o'qimagan. Men musulmon deb turib besha sajdaga tegib baqmagan bundoq kishilar qandoq azoblarga duchor bo'lar? Alloh taolo 24 soat vaqt bersa, uning uchun faqat 1 soat vaqtimizni ajratolmasak, bundoq azobga loyiq bo'lmaydi. Nima bo'lsin? Dunyoda insondan boshqa hamma mahluqotlar o'zining vazifasi bilan, yaratilish g'oyasi bilan aldirash. Faqat va faqat inson dal buning aksicha. 3 vaqt tamoq uchun 8-10 soat to'xtamay ishlaydi, ammo oxiratdagi abadiy hayoti uchun kunda 1 soat vaqt chiqara olmaydi. Nima degan echinishlar? Namozni inkor qilib, uning farz ekanligini qabul qilmay o'qimagan odam butun islom olimlari, butun fiqhshunoslar, butun mujtahid imomlarning biridek ko'z qarashi bilan kofir qilinishlar. Ular o'lsa musulmonlar qabristonligiga qo'yilmaydi, ulardan qiz ilinmaydi, ularga qiz berilmaydi. Namoz o'qimagan odam dunyoda huzur olmaydi. Yeb baqadi, ichib baqadi, go'zal yerlarga kirib o'ynab baqadi, ammo ichidan bir xil huzur olmaydi. Yegan narsadan lazzat olmaydi. Shuncha go'zal o'ylarda o'ltiradi, ammo uningdan yetarli o'zi o'ylagandek huzur olmaydi. Qalbining bir yerida siqilish, ko'ngildan kulib xushal bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda: "Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Kimki mening zikrimdan, ya'ni namozimdan, ibodatimdan yuz o'riydigan, fa inna lahu ma'ishatan danka. Uning huzursiz, lazzatsiz, ruhiy jihatda tar turmush ato qilamiz deydi. Qiyomatda bo'lsa, va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qarg'u ama ko'zi ko'maydigan holatda hashr qilamiz deydi. Namoz o'qigan odam dunyoda muvaffaqiyat qozona oladi. Chunki muvaffaqiyat qozonganlardagi o'rtaq bir alohidlik shuki, rioya qilish, gapga rioya qilish, qilgan ishlarga rioya qilish. Namoz bizga dal rioya qilishni o'rgatadi. Chunki 5 vaqt namozning 5 vaqti bor. Vaqtidan ilgari yoki keyin o'qisa, u namoz qabul qilinmaydi. Demak, namoz bizga rioya qilishni o'rgatadi. Shuning uchun bizni muazzin hayya alas solah, namozga kelinglar deb bo'lgandan keyin hayya alal falah, muvaffaqiyatga, utuqqa, nijotlik kelinglar deb chaqiradi. Demak, namoz bizni oxiratda ham dunyoda muvaffaqiyat va nijotlikka erishtiradi. Men tuanda namoz boshlab to'xtab qolgan, davom qilamagan, namozni hurunlik qiladigan, namozni kechiktirib o'qib soladigan qarindoshlarimga bu ahvolni o'zgartirish uchun tuandagi 4 xil usulni tavsiya qilaman. Birinchisi bo'lsa Allohga duo qilish. Chunki yaxshi ish, ibodat, muvaffaqiyat hammasi insonning tirishi, Allohning muvaffaqiyat berishi bilan bo'ladi. Shuning uchun inson tirish bilan birga Allohdan muvaffaqiyat tilash kerak. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom: "Allohumma inni as'aluka fi'lal khayrat." Ey Alloh, men sendan yaxshilarni qilishni, menga muvaffaq qilishini so'rayman deb payg'ambar turib muvaffaqiyatni, yaxshilarga muvaffaq qilishini so'ragan. Shuning bilan birga g'ururlikdan panoh tilaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tilagandek: "Allohumma inni a'udhu bika minal kasal." Ey Alloh, men senga g'ururlikdan panohlik tilayman desh orqali namoz qarta g'ururlikni Allohdan tilash orqali yo'q qilamiz. Ikkinchisi zikr va tasbihni ko'p aytamiz. Qur'on Karimda namozga g'ururlik qiladigan munofiqlarning sifatida Allohning ayet oz zikr qiladi deydi. Demak, namoz o'qimaslikka sabab bo'ladigan, odamni nifoqqa tortadigan narsaning birisi bo'lsa, Allohni zikr qilmaslik. Shuning uchun siz namozga g'ururlik qilmaslik, namoz qarta aktiv bir ruhiy holatni yetildiray desangiz, o'zingizda har vaqt zikr tasbih aytishni odat qiling. Mayli tahoratsiz bo'ling, mayli tahorat bilan bo'ling, mayli o'ltiganda, mayli manganda, mayli mashina haydaganda, har qanday holatda Allohni zikr qilishni unutmang. Uning har xil shakllari bor. Subhanalloh, astagfirullohal azim va bihamdihi, la havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim deganga o'xshagan har xil zikr va tasbihlarni ko'p ayting. Uchinchisi, har qatim tahorat sunurgan vaqtingizda tahorat elitishni o'zingizga odat qiling. Ko'pincha hollarda namozni qazo qilishga, kechiktirishga sabab bo'lgan ishlarning birisi odamdagi tahoratsizlik. Tahorat oldigan ya'ni aplik bo'lmasligi yoki tahorat elishga sharoit bo'lmasligi tufayli odam namozni kechiktirib soldigan, qazo qilib soldigan ishlarga duchor. Shuning uchun har qatim tahorat sunurgan vaqtingizda keyindan tahorat elitishni odat qiling. Bunda qilgan vaqtingizda har qatim tahorat ustida turgan bo'lasiz, bir sunnatni ijro qilgan bo'lasiz. Ya'ni birisi namozning vaqti kirib qolsa, namoz sizga hech qanday ig'ir kelmay namoz o'qiy olasiz. To'rtinchisi, o'zingizning o'lib ketganligini har vaqt esingizdan chiqarmangki, o'lib qabrga kirgandan keyin qiyomat kuni Alloh sizdan tunji so'raydigan savol: qanchalik pul topding, bolalaringni nerda o'qiding emas, namoz o'qidingmi degan bu savol. Boshqa ishlar buningdan keyin kelar. Agar namoz imtihonini o'talsangiz, boshqa savollarni oson bo'ladi, unidan o'talaysiz. Agar namoz savolini o'tamasangiz, boshqa savollardan o'tamaysiz. Buni esingizdan hargiz chiqarmang.